Rossiya harbiy qo'mondonlik nima deydi? Harbiylarining Vladimir Putinga yana hisoboti bir necha aholi punktlarini olgani to'g'risida. Bu jumladan Dimitrov, Rodinskoye, Artyomovka, Volnoye va Gulyaypolye. U Zaporojyeda, narigilari Donetskda edi, bunisi Zaporojyedagi Gulyaypolye aholi punktini olinganini aytmoqda. Lekin biz Kupianskning taqdiridan xabarimiz bor. Ya'ni Kupianskda ham bu olindi deb Vladimir Putinga hisobot berildi. Oxir oqibat eng kamida noma'lum, lekin katta ehtimol bilan shaharning katta qismini Ukraina nazorat qilayotganga o'xshaydi. Ammo ketma-ket yana bir necha aholi punkti olingani to'g'risida xabar berilyapti. Qaysi biri ishonchliroq Abdulla aka? Ya'ni haqiqatda Kupiansk masalasida Vladimir Putinni dog'da qoldirish desa ham bo'ladi harbiylari. O'zlarining harbiylari endi ochko olish maqsadida yoki mana shu balki o'sha Putin ham xabardor bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki u ham bevosita kerakli bir manbalardan, o'zining bir xavfsizlik xizmati tomonidan ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda hamma gap muzokaralar haqida boryapti. Ya'ni bu yerda masalan Vladimir Putin bizga xabar qilinmagan manbalarga ko'ra balki Donald Tramp bilan kerak bo'lsa har kuni telefon muloqoti o'tkazishi mumkin. Va mana shu ma'lumotlarni, ya'ni Rossiya Kupianskni egalladi, Gulyaypolyeni egalladi yoki boshqa bu yerda yana bitta hudud bor edi. Dimitrov va Mirnaga bitta nomi ruscha nomi Dimitrov, ukraincha nomi Mirnograd. Ya'ni Pokrovskni egalladik, yana boshqa aholi punktlarini egalladik deyishining ortida muzokaralarda Ukraina tomoniga bosim ko'rsatishga qaratilgan urinishlar bor. Ya'ni bu informatsion urush deb nomlanadi. Ya'ni bu informatsion urush orqali dushmanga bosim ko'rsatish. Albatta Ukraina tomoni ham albatta mana shu o'zining masalan shu informatsion kanallari orqali tarqatishga harakat qilyapti. Ya'ni ruslar hali Mirnogradni egallay olmadi. Pokrovskda hali qo'shinlarimiz anchagina bor. Kupianskda biz hujumga o'tdik, shaharni egallab oldik deb ham aytishyapti va yana bu yerda Severskni ham endi Severskni oxiri tan olishdi. Bu u qadar katta Kupianskga o'xshagan u qadar katta ahamiyatga ega emas deb ta'kidlashyapti. Ya'ni qachonki mana shu qaysidir shahar yiqilgan taqdirda Ukrainalar tomonidan bayonot tarqatilyaptiki, bu shaharni u qadar katta ahamiyati yo'q deb. Ya'ni bir mahallar Chasfyarni aytishdi, Baxmutni aytishdi, Avdeevkani aytishdi va xullas juda ko'p. Lekin bu yerda bugun to'g'risini aytganda ruslarning qo'li biroz baland kelyapti. Mana Konstantinovkada shahar ichida janglar ketyapti. Endi Pokrovsk qo'ldan ketganidan keyin endi ruslar hozir Slavyansk bilan Kramatorskka hujum boshlashga tayyorgarlik ko'ryapti. Ya'ni bu sukunat bo'ron oldidan sukunat hozir hukmron. Ya'ni shaharni egallaganidan keyin endi Kupiansk tarafni olinishi kelajakda Slavyanskka hujum qilish uchun Rossiyaga katta imkoniyat beriladi deyilayotgandi. Lekin Kupiansk Rossiya tomonidan olinmagan bo'lsa, bugun ularning Slavyanskka hujum qilish ehtimoli qanchalik? Bu yerda endi agar Kupiansk qo'ldan ketadigan bo'lsa, hozircha endi shaharda seyri zonalar ko'pligi haqida aytilyapti. Mabodo qo'ldan ketadigan bo'lsa, bu Lugansk yo'nalishida ham Rossiya qo'shinlarining ahvolini og'irlashtiradi. Ya'ni ertaga Luganskka Ukrainalar tomonidan qarshi hujum bo'lishi mumkin. Chunki bu yerda Kupiansk qo'ldan ketadigan bo'lsa, Kupiansk yo'nalishida o'tgan dasturimizda ham aytib o'tgandim. Svatova va Belgrad yo'nalishida logistika o'tgan. Mana shu Svatova albatta Lugansk viloyatiga tegishli hudud hisoblandi. Mana shu Bryansk va Belgrad hududi orqali Rossiya qo'shinlariga qo'shimcha zaxiralar va
oziq-ovqat ta'minoti yetkazib beriladi. Agar Kupiansk to'la qo'ldan ketadigan bo'lsa, ertaga ruslarga Lugansk yo'nalishiga zaxiralarni arzon yo'llar bilan, oson yo'llar bilan yetkazish imkoniyati qirqilib qoladi. Shuning uchun ruslar ham Kupianskga qo'shimcha kuchlarni tashlagan, qo'shimcha zaxiralarni va dronlari faol bu yerda harbiy harakatlarni olib boryapti. Lekin shu kunlarda, ayni kunlarda havo harorati pasayib 4-5 gradus sovuqqa chiqqan va uning shu bugun erta mana Yangi yil ostonasida 15 gradus sovuqqa chiqishi ehtimoli bor havo haroratini va hozir tuman. U dushmandan ajratish, ya'ni Rus bilan Ukraina bir-birini ajratish juda mushkul va tomonlar hozir o'zining pozitsiyasida qolishga majbur. Ya'ni faol harbiy harakatlar olib bora olmaydi. Bu sharoitda o'zinikini o'zi otib qo'yish ehtimoli juda katta. Shuning uchun Kupianskda yaqin vaqtlarda havo harorati o'ziga kelmaguncha, ya'ni tuman tarqamaguncha vaziyat qanday bo'lishi bu yoqda noma'lum. Abduvalik aka, mana shu yerda Zaporojye masalasi. Kupianskda Rossiyaning holati mana shunday, demak, yaxshi emasligi holatida uning Zaporojyedagi hujumlarini qanday tushunish mumkin? Ya'ni nima deydi? Bu kuchni bekor ishlatishga kirib qolmaydimi degan ma'noda. Masalan, hozir Gulaypolyani olgani to'g'risida xabar berilyapti. Endi bu hozir deep state xaritasi. Biz hozir turli xaritalardan foydalanamiz, Abduvalik aka, xabaringiz bor. Birinchi mana Rossiyaning xaritalaridan foydalandik. Endi mana hozir deep state'ni olyapmiz. Bu yerda ham ko'rish mumkinki, Gulaypoly jiddiy hujum ostida qolganini ko'rish mumkin bu yerda. Lekin Kupianskda holat bundayligi vaqtida Zaporojye oblastiga Rossiyaning bunchalik e'tibor berishi sababi nimada, Abduvalik? Yo, bu yerda masalan olaylik, Zaporojye frontida boshqa armiya harakat qilyapti. Masalan, bu yerda 5-6 ta Rossiyada ham yo'nalish borda, Center, Vostok yoki Sever, Janub degan shunga o'xshagan 5-6 ta armiya guruhi bor. Zaporojyeda boshqa armiya jang qilyapti. Kupianskda yana boshqa bir armiya tashlangan. Xullas, bu yerda har bir javobgarlik yo'nalishi bor rus qo'shinlarini. Va Zaporojyedagi qo'shinlar albatta bu yerda muhim tomoni, Rossiya olaylik mana shu 4 ta viloyat uchun asosan harbiy harakatlar olib boryapti. Qolgan Kharkiv yo'nalishida, Suma viloyatida yoki Dnepropetrovskdagi yo'nalishlar Ukraina qo'shinlarini mana shu qolgan 4 ta yo'nalishga qaratadigan e'tiborini chalg'itish uchun olib borilyapti. Ya'ni Kupiansk Kharkiv viloyatiga qarashli yoki Suma viloyati, Dnepropetrovsk yo'nalishlari yana boshqa. Bu yerda rus qo'shinlari dushmanni chalg'itish va ortiqcha qo'shinlarni band qilib turish uchun. Ya'ni bu yerda Rossiya Gulaypolyada muvaffaqiyat haqiqatda g'alaba qozongan bo'lsa, ertaga yana Orexovaga yurish boshlanishi mumkin yoki Izyum yo'nalishida yana Rossiya harbiy harakatlarini davom ettirishi. Agar Gulaypolyadan Orexovaga yurish qilinadigan bo'lsa, undan keyin mabodo Orexova ham qo'ldan ketadigan bo'lsa, Zaporojye viloyatining ma'muriy markazi Zaporojye shahriga katta yo'l ochiladi Rossiya qo'shinlarida. Va bundan tashqari Gulaypolning ahamiyati mana shu Ukraina qo'shinlarining Donbassdagi yo'nalishiga qurol-yarog' va oziq-ovqat ta'minotini yetkazib berishdagi asosiy to'siq rolini o'ynashi mumkin. Chunki Gulaypol ham muhim transport logistika markazi hisoblanadi va bu yerdan ham Donbassga juda katta ta'minot yo'llari o'tgan va shu paytgacha oziq-ovqat va qo'shimcha harbiylarni mana shu Gulaypol yo'nalishidan yetkazib berilgan holatlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun bu ham Ukraina qo'shinlarini Slavyansk va Kramatorskdagi qo'shinlarini o'rab olish, ularni moddiy texnika ta'minotidan uzishda muhim markazlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun agar haqiqatda Rossiya Gulaypolni egallagan bo'lsa, bu ruslar uchun katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Ya'ni bu bir tomondan mana Gulaypol, ikkinchi tomondan Pokrovsk yo'nalishida ruslar o'sha Slavyansk va Kramatorskni Ukrainaning boshqa qolgan qismlaridan ajratib qo'yishda muhim rol o'ynashi mumkin. Abduvalik aka, mana boyagi savol biroz masala. Ya'ni Vladimir Putinning
referendumga rozi bo'lmayotgani, bu eng asosiy sabab nima bo'lishi mumkin Abdulla aka? Ya'ni rozi bo'lmasligini. Bu yerda Ukrainani puli yo'qligi tushunarli endi. Pul topilishi mumkindir balki. Topilishi mumkin. Bu yerda Vladimir Putin xavotir olyaptimi nimadandir yoki nima bunchalik ya'ni referendumdan? Bu yerda gap shundaki, mana shu xavfsizlik masalasi bilan Donbassni topshirish masalasi bir-biriga uyg'un, bog'liq masala. Bir qarashda tushunmovchilik bo'lishi mumkin, lekin gap shunga borib taqaladiki, hozir mana eng укрепленный, ya'ni mustahkamlangan hudud mana shu Donbass hududi hisoblandi, ayniqsa Donetsk viloyati. 2014-yildan boshlab Qrim qo'ldan ketganidan keyin yoki Donbassning ayrim hududlari qo'ldan ketgandan keyin Ukraina bu yerga qo'shinlarni olib kirdi va ular yaxshi bilardi, ruslar baribir mana shu istehkomlarni egallash uchun bir kun hujum qilishi va bu yerda tanklarga qarshi xandaqlar qazildi. Yoki bo'lmasam bu yerda bunkerlar qurildi. Hattoki uncha-muncha bomba mana shu bunkerlarni buza olmaydigan darajada. Yoki ko'p qavatli uylar ham juda mustahkam inshootga aylandi. Ular yaxshi bilishardiki, ruslar bu yerda juda katta talofatga uchraydi hujum qilsa, chunki hujum qiladigan tomon doim ko'proq talofatlar ko'rgan va oxir-oqibat ruslar bu yerni egallay olmasdan chekinishga majbur bo'ladi yoki urushda mag'lubiyatga uchraydi deb o'ylangan edi. Lekin Vladimir Putin kutilganidan ko'ra ko'proq qo'shin to'plashga, yollanma askarlarni to'plashga muvaffaq bo'ldi va albatta mana ko'ryapmiz, hozir atigi 10% hudud qoldi ruslar egallamagan Donbass viloyatini. Va endi Vladimir Zelenskiyning xavotiri shundaki, biz agarki hozir Donbassni bo'shatib bersak, ertaga g'arb dunyosi bizga xavfsizlik kafolatlarini bermaydigan bo'lsa, bu bizni osonlikcha Donbassni topshirganimiz bo'lib qoladi. Biz endi bu yoqda Dnepropetrovsk viloyatida, Nikolayev viloyatida, Odessa viloyatida yoki boshqa Zaporojye, Xerson viloyatlarida bunaqangi kuchli istehkomlarimiz yo'q. Mabodo ruslar yana ertaga biz tinchlik kelishuvini imzolasak-ku, yana biror nimada ayblab bizni yana bizga hujum qiladigan bo'lsa, ertaga ruslarni Ukrainaning janubiy sharqiy hududlarini egallashi oson kechadi deb o'ylayapti. Shuning uchun u har borganda Donald Trampdan xavfsizlik kafolatini so'rayapti. Endi Donald Tramp albatta xavfsizlik kafolatini beradigan bo'lsa, ertaga ruslar hujum qiladigan bo'lsa, albatta yana botina olmaydi ruslarga qarshi hujum qilishga. Shuning uchun albatta Ukraina masalasini, ya'ni uning xavfsizligini hal qilish mavzusini Yevropaning o'ziga tashlamoqchi. Sizlarni Yevropa himoya qilsa, Amerika Qo'shma Shtatlariga o'sha mablag' ajratsangiz, ya'ni pul berish orqali, Pentagonga pul tashlash orqali istagan qurolingizni olishingiz mumkin, lekin bundan buyon Amerika Qo'shma Shtatlari hech qachon Yevropa xavfsizligini zimmasiga olmaydi deb Zelenskiyni orqaga qaytaryapti har safar. Zelenskiy bilyaptiki, Amerika Qo'shma Shtatlarisiz Yevropa hech qachon Ukrainani xavfsizligini himoya qila olmaydi. Bir vaqtlar mana Polsha, Vengriya, Ruminiya, Chexiya va boshqa markaziy sharqiy Yevropa davlatlari ham Yevropa ittifoqiga ishonmagan. Rossiya ertaga uyg'onadigan bo'lsa, oyoqqa turib oladigan bo'lsa, hech qachon bizni Yevropa himoya qila olmaydi deb Amerika Qo'shma Shtatlarining havo hujumidan mudofaa tizimlarini yoki og'ir harbiy texnikalarini mana shu Polsha, Chexiya, Ruminiya kabi davlatlarga joylashtirgan va Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirda ham markaziy sharqiy Yevropa davlatlarida ulkan harbiy bazalari bor. Shu nuqtai nazardan Ukraina ham bugun Yevropaga ishonmayapti. Demakki, ikkala masala bir-biriga bog'liq. Donbassning osonlikcha ertaga ruslar qo'liga topshirilishi ruslarni keyinchalik ruslar mana shu yerdan plastar sifatida foydalanadi va Ukrainaning janubiy sharqiy hududlarini egallash uchun yangitdan ruslar harbiy harakatlarni boshlashi mumkin. Ya'ni
tinchlik shartnomasi imzolanganidan keyin hech qancha vaqt o'tmasdan, ya'ni ruslar yana o'zini tiklab olib, yana qaytadan guruhlanib, Ukrainaga, ya'ni uning strategik hududlariga ilmiy texnikaviy markazlari joylashgan Dnepropetrovsk, Xarkov, Nikolay va Odessaga albatta kelajakda ko'z tikishi mumkin. Vladimir Zelenskiyning ham xavotiri ruslarning yana ertaga ilgarilashi. Chunki Rossiya hech qachon Ukrainasiz o'zini imperiya deb hisoblay olmaydi.